Tarix o'tmishning guvochisi, bugunning yo'l xati, ertaning aynigi. Chinlik bilan yozilgan tarixiy asarlar o'tmish bilan bugunni bog'lab, uni kelgusiga tutashtirib, hayot hikmatlarining poyonsiz ketmishlarini so'zlab berdi. Ayşem Ahmet xonimning Şinjan Xalq nashriyat tarafidan nashr qilingan Muhammad Bashir Chingwang nomli tarixiy romani bizning tafakkurimizni hayot sirlarining, shundaqla madaniyat tundurmilarining ichida parvoz qildirdi. Bugungi suhbatimizga biz yozuvchi Ayşem Ahmet xonimni, Şinjan Xalq nashriyatining oliy muharriri Abdursul Ömer apandini, Şinjan Universiteti Filologiya institutining dotsenti doktor Abdirim Rahman efendilerini teklif kıldı. Bedi, icadiyet, musabisiga bir hakikat kıldı. Demek ben Mehmet Bashir Chingwang nayet estağfurullah bilen öğrenip bu adamın obrazını yarattı. İsil faziletleri, xalqparvarligi, vatanparvarligi, bir qadar atrofliq, yaxshi aks etganligini his qildik. Ayşemede bizninki xalqimiz o'zining yozuvchilarini to'liq yaxshi ko'rdi, qadrlaydi. Shundaqla ularning kitoblarini söýüp oquydu. Söýüp oquş bilan birga öz yozuvchilarininki ketmishlariga, badiiy ijodiyat musabisiga bag'roq diqqat qildi. Shundaq bo'lganda, endi siz o'zingizning shu adabiy ijodiyatga kirish jarayoningiz to'g'riliq bizni azroq bir tushunchaga qilgan bo'lsangiz. Kichigimda oilada buvam, momamlardan, mahallada, yani peshqadam buvoy, momaylardan, yana shuningdek mahalledeki yani başka özümüzün urug' tuqqanlardan nurg'un paranglarni anlattım. Yani tarihi paranglarni anlattım. Yani bir gap şu vaqtlarda buvamning cho'ng bir saroylari bo'ldigan shu yerda ba'zi ulama odamlar kelib Elif Leyli, Parvadi Shirin, Leyli Mecnun degan o'xshash kitoblarni chamtashliq yo'g'a kitoblarni qo'ltiqlab kelib ashad o'qitdi bular. Oqsa bizmi shu kichik bolalar bo'lsaqmi atrofda o'lishib o'tirib ularni anglatdik. Shu Şinjan instituti o'qish chiqqan vaqtlardami mening ideyamda bir xil ashtaq narsalarni haq yozgan bo'lishi mumkin deb shu hikoyalar yodimda chiqmaydigan. Meni shu siyosiy ma'rif bo'lib qo'ygandan keyin men adabiyotda o'qitdim deb talab qilib 6 oy o'tgandan keyin meni muallimlar akirib siz nim deb adabiyot o'qimoqchi bo'lib qoldingiz deb. Ben şu hikaye, koşak degenlerge kızıqman. Ben Qumulning qo'shoqlarini yoqlig'am deb mashtaq gap qildim. Anaqasi bir qo'shoqni o'qib beqing deb. Men Temir Xalpaqada aytilgan bir necha qo'shoqni o'qib berdim. Ashlarni o'qib birtma bular o'tirib ketib muallimlar, ha bu bir tarixiy voqea. Bo'ldi sizlar adabiyot yo'tkab qo'yayın, ya shoir ya yozuvchi vaslar sizlar kelgisi dedi. Shuning bilan men adabiyot yo'tkab qo'ydim. Yo'tkab qo'ygandan keyin şu yerda adabiyot nazariyasi, adabiyot haq nurg'un bilimlar ega bo'ldik. Shunda she'r yozdim. Keyingilarda andim men bir hikoya yozib qo'yay deb anglagan o'zimizning orasida bo'lgan voqealar andan keyin Shah Maqsud Van haqida, Mehribonxon haqida, yani shuningdek Temir Xalp haqida ushaq hikoyalarni yozib baqdim. Undan keyin men endi shu o'rganmagichilik bir narsa yozib bo'lmaydi ekan deb turmush o'rganishga ta'tillar qumul kasam xizmat qilgan jarayonlardimi shu qumul vanglarga oid bo'libmi o'rdiq munosabat narsalarni ko'p o'rgandim. Shah Maqsud Van, Temir Xalpa, Temir Chorva deydigan 3 parcha hikoya yozib Tarim jurnaliga chiqarib berdim. Bu hikoyalarni maqta deb ular. Shunda qilib yozishga kirishib qoldim. 1983 yılı sizinki Öşmez İzlar degan bu tarix romanınız nashr qilgandan keyin bu romanni o'qib bizni ayt söyündük. Hem de 1999 yılga vaqtingizda sizning ikkinchi parcha tarix romanınız Muhammad Bashir Chingwang romanınız nashr qilinib jamoatchilik bilan yuz ko'rishdi. Hem de sizinki bu romanni yozib nashr qilgandan keyin o'qirmanlar sizinki badiiyatingizga tarixni o'rganish, turmush tajribalaringizga, ondan keyin sizningki shu ijodiyatdagi talantingizga qiziqish boshildi endi. Shaxsan men shuning ichida. Endi sizni shu Muhammad Bashir Chingwang nomli romanni yozishga undigan ma'naviy kuch nima? Muhammad Bashir Chingwangni shundoq yozib chiqishga turtki bo'lgan masala nima desangiz, Qumul bir qadimiy yurt. Yani Qumul o'ziga xos milliy an'anaga ega
o'ziga xos urf odat yaratgan, o'ziga xos madaniyat yaratgan bir shahar, qadimiy shahar. Tarix yaratgan, o'ziga xos tarix yaratgan bir madaniyat. Tarixda mamlakatimizni muhim o'rin tutgan, masalan, Qumul Sharqi darvoza ham G'arb darvozalik rolini o'tab, butun dunyoda shu madaniyat almashtirish, savdo almashtirish ishlarida Qumul intayin muhim bir o'tang'da taraqqiy qilgan bir shahar. Bu yerning xalqi ham botir, emgakchan bir xalq. Bu yurtimizda Mehmet Beshir Chingvonga o'xshash shoni shavkatli podshohlar o'tgan. Mehmet Beshir Chingvon o'zi yurtni odillik bilan so'rab, xalqni farovon turmushga erishtirib, yurtni ovozlashtirgan bir ilm bilimni do'st tutgan, ma'rifat parvarlarni qo'llagan, ham ularga yordam qo'lini sungan, ozurliqlarning beshini silgan, yerlik bo'lgan. Demak, men Mehmet Beshir Chingvon astoydillik bilan o'ginib, bu odamning obrazini yaratdim. Abdurasul aka, siz Muhammad Beshir Chingvon romaniningki mas'ul muharrir ekansiz. Siz endi mush romanning mas'ul muharrir bo'lishibdingiz, albatta mush romanninki tunji o'qirmeni savolsiz endi. Mush romanni siz ayni vaqt tahrirlagan chog'dagi mush roman haqidagi hissiyotingizni, sop tabiiy hissiyotingizni bir anlab boqamiz va. 1998-yili Aysha Mahmad Muhammad Beshir Chingvon romanini nashriyatimiz topshirdi. Uni nashriyatga kelgandan keyin bizning adabiy ijodiyat tarix ishxonasi yo'ldoshlar dastlab qadamda ko'rib chiqdik. Ko'rish jarayonida bu tarix romanning asosining bir qadar yaxshi ekanligi. Bu romanda Muhammad Beshir Chingvondan iborat bu mashhur shaxsning adolatparvar bir Wangning yoki bo'lmasa yerlik xonniki isil fazilatlari, xalqparvarligi, vatanparvarligi bir qadar atrofli yaxshi aks etganligini his qildik. Shuning bilan biz nashriyatda biror tarixiy romanni bekitish jarayonida bir necha odam ko'rimizda. Ko'rish jarayonida yo'ldoshlar asosan yaxshi, ba'zi qisman tuzishlarni kirgizsak, nashr qilsak bo'ladi degan kelib, uning mas'ullarligini menga yuklagan. Men romanni qayta o'qish jarayonida ba'zi bir his qilgan, to'liqlashga tegishlik yoki bo'lmasa az to'liq qisqartish tegishlik yerlarini yozuvchi Aysha Mahmad xonim bilan maslahatlashib, buni texmo ixcham, texmo yorqin, texmo ravon roman qilish uchun az to'liq kuch sarf qildim. Aysha Mahmadning bu romanida Qumulning shu yaqinqi zamon tarixidagi bo'lib o'tgan cho'ng voqealar, bu shu Muhammad Beshir Chingvon shudagi xon o'tgan vaqtida bo'lgan voqealar bir qadar tafsili aynan aks ettirilgan. Shu romanni shunda ishlash jarayonida biz shu narsani his qilib, muvofiq ta'riflab, yo'riqlik chiqardik. Roman nashr qilingandan keyin o'qirmanlarning yaxshi inkosi, yaxshi ta'sirotlar keldi. Qayta besildi. Men shunday bir romanni ishlaganligim uchun o'zimni aytdi, xushal his qildim. Ham o'qirmanlarni shunday bir tarixiy davrga boshlab kirdi. Ham shundan yaxshi uchur berdi. Material to'plash, tarixchilikni tez jatki sarguzashtlaringizmi az bo'lmasa kerak. Nika o'qigan Shamsha deb o'sha tanishtiruvchi barka Xansocha. Onu shu nimalar o'lmakam o'qitadi. Men anglab qo'ysa o'qigan mashina kurslarchi bu kitoblarga. Abdurim, siz Muhammad Beshir Chingvon romani to'g'riliq bir parcha obzor yozib ekansiz. Qaraganda bu roman sizga bakroq ta'sir ko'rsatgan bo'lsa kerak. Unda siz o'qirman nuqtasini turib, bu romandan olgan ta'sirotingizni konkretroq bir so'zlab qo'ygan bo'lsangiz. Bir o'qirman bo'lish ustidan bu romandan bunda ikki jihatdan ta'sirlandim. Birisi bu romanda Qumul madaniyati atrofga yoritilgan. Masalan, Qumulning folklori, kiygan o'tigidan tortib kiyimlargacha, uylarni qanday oqartishlardan tortib butun shu yurtning umumiy ahvoligacha obdan ta'sirlangan.
Onun üstüge münasip yerlerde Qumulning coğrafiyası, tarixi, özünün burunqi 7 avlod, özünün burunqi vanglarning tarixi etraflı tunuşturulgan. Yeni birisi romandagi tarixiy kayfiyat. Buna ait yaxshi yaratilibdi deb o'yladim. Tarixiy voqealar chiroyli kirishib ketgan. Bu tarix gerçi şu 19. asrning o'rtasidagi tarixiy davr deyilsimi, şu no'g'illarda Qumulning o'zini emas, şu tarixni butkul Jungoning vaziyatiga, butkul Xinjiangning vaziyatiga qo'yib turib ta'sirlangan. Do'qmonsiman bir-birisiga chetlab ketadi. Ham o'qirmanlarni ashunday bir tarixiy davrga boshlab kirdi. Ham shundan yaxshi uchir berdi. Hem aşamada Muhammed Beşir Çağlar romanı yez jarayonda material toplash, tarixchilikni qiz jihatdagi sarguzashtlaringizni oz bo'lmasa kerak. Shuni biroz konkretroq bir şeylab o'tgan bo'lsangiz. Mening buvammi shu Muhammed Beşir Çağlarning qanday odam ekanligini o'zi ko'mabdi, lekin anglaganligini menga paransab turdi. Yana birisi qaynapam. Qaynapam burun Nazarvonga tekkanka. Shamaqsutning o'g'li Nazarvonga. Orada da 6 yil turibdi. Shu paranglar jarayonida Mervano xonim haqida, Muhammed Beşir Çağlar, ularning kiyim-kechaklari, yemak-ichmaklari, yurish-turishi, oradagi og'chilar, xonimlarniki turmush ahvolatlari, akaza o bag hocalarning ishki nizol bilan men parangsab o'tagandiki bu meniki qaynopamniki nimiz fikrni ayt ochiq xotirasi kuchli ayoldiga 3 yosh vaqtidagi narsalar shundoq onda so'zlab turdi. Bu qaynopam menga shu jihatdan nurg'un material bergan. Masalan, Mervano xonimning yuzida chichak izi bor ekan. O etizlik chiqib dehqonlarniki mayslim tekshiruvga chiqsa yeshil zo'chokongni kiyib chiqadi ekan doq. Taqqa chorvachilarning ahvolini egallagiga chiqsa, ars yosinib chiqadi ekan doq degan gaplar. Mana shu meniki qaynopam deb aytgan gaplar shunday degandim. Ondan keyin shu vaqtda Hafiz Niyoz deb bir odamimiz bor. Men u odam bilan ko'rishgan vaqtim 80 yoshda ashqa vaqtlari. Bu Hafiz Niyoz o'rniki qurilish ishlariga mas'ul bo'ldi. Mas'ul bo'lib ishlagan. Shamaqsut van o'rnisiniki. Şu men bu adam bilan jiq so'zlashdim. Bu so'zlagan vaqtda men og'zaki materialni nurg'un berdim, xotir yozdim. Birisi o'rnining tuzilishini. Tiz alqin nima mana tuzsizmi qilib, tuz rasm tuzsiz ekan-ku, ashnaqsizmi qilib o'rniki cho'ng eshikdan kirgandan tortib 7 eshikdan o'tgandan keyin da'atdan qorong'idalang yana bir mashtaq qurilishlarni aynan sizib menga shuni tanishtirib siz bergan. Ondan keyin bu nima? Biz Niyoz dadimizning yana bir depagini O'rda kutubxonasining intayin dongliq kutubxona ekanligini. Har qanday joydan odam kelsa, O'rda kutubxonasini ko'rsa, hayron qoldiganligini. Buningda shu dunyoda bor depaga qarang. Dunyoda bor kitobning hammasi botdi bala. Ba'zi kitoblarni men qo'lga elib, ko'rmay to'plashib ketgan kitoblarni jiqnasa. Bir tarafda ko'chirib nim qilsak, bir tarafda tarjima qilsak, bir tarafda küplab joziga elib, shunday qilib ishlaydigan O'rda kutubxonasida ishkirsidan chiqqan kitoblar, ondan keyin Qumulning Sumqog'i degan yerida chatdan Yevropadan kelganlar tushkun bo'ladi ekan, o'sha tag'ar-tag'arlab kitob akildi ekan. Kitob akasa bu Vang setib oladi ekan. Setib olib kitobxona qo'ydi ekan. O'shalarning hammasini shu Hafiz Niyoz dadimiz deb bergan. Og'zaki materiallar yig'ish jarayonida bo'libmi Qumul xalq qo'shoqlari, maqol tamsillari, latiflari, paranglari, yana Qumul shivirlari masalan ayrim xotirlab maqdim. Bag'dosh deg'iga chiqib, Bag'doshning ahvolini egallasam, Bag'doshdan bir o'rdisi bor ekan, Vanglarniki. Mana shu o'rdining tuzilishini bildigan 80 necha yosh kirgan bir buvay bor ekan. O'sha odamdan Bag'dosh o'rdisining ahvolini egalladim. Bag'dosh chiqqan ahvollarni egalladim. Yana birisi kitobiy bilim jihatdan. Masalan, dunyo tarixini o'qidim. Jungo tarixini o'qidim. Uyg'urlar tarixini o'qidim. Ishqib va shu Xinjiangga munosabatli bo'lgan tarixlarni o'qidim. Yana birisi Xansoch materiallarni tarjima qildim. Xansoch materiallardan Gugung sarayidagi tonushtirishi, Chingdenning tonushtirishi, Qumul Vanglarniki shajarisi, Qumul Vanglarning tarixi, yana Qumul Vanglarning
Бейжіңге ханның алдығы бағыс апырдыған соғыс аламларының тізімліге қатарлық әмді нұрғын нәрселерін тәржім қылдырып өйгендім. Анден кейін мен Бейжіңге беріп, ханның әхвалатlarını geldim. Cumhurbaşkanı ötken aşı 20 neçe хан ötüptü o. Gugong Sarayı'ya verip. Gugong Sarayı'ya verip. Neçe kadın badınız desek? 70 yıl bir katım, 73 yıl bir katım badım. 70 yıl bağa vaxtımda oğlum akam, oğlam opur. Ekber oğlamla beni 5 gün aşı Gugong aylandırıp yürüp. O vaxtlar nesler bek doluqdu. Mesela Qumul Sarayı dep, Qumul bölüm baka şu yerge kirip, aşağıda Qumul Vağ'nın ki taqdim qilgan 12 metrlik gilam. Andiki halkı maş kitabının birinci babıdı var. Nemege şemşer okulgan Nika degendeki şemşer aşağıda bakar. Eli gunluğunun nemesi Mehribanu bilen Nika okuşta maş şemşer. Halzat Ekenbek'ninki Tağıstan kızı oldu. Kızı oldu. Dep onu toluk başında Nika okuğa şemşer dep aşağı tonuşturur bakar. Han soça. Onu şu nemeler oğluma kam okuyadı. Man anlap qosla ufkan maşın kügüslercim o kitaplarga dep. Aşına qilib, men şu Mehmet Beşir Çanvağını yazıştım burun maşını materiallarını öğrendim. Andın til öğreniş mesela ordu tili, hanım ağaçlarının tili ayrım boladı iken. Ataqları var. Onlardan salayatı boyunca ataqları var, namları var. Mesela öğrendim. Andan keyin Ahimmollaga til beriş jihatda men Vervanovning so'zlarini, nimalarning so'zlarini shu öğrenip berdim. Mush romandagi til xasligi haqidagi qarashlaringizni konkretroq bir shayrlab baqamiz. Bularning hammasi shu personajlarning xarakterini yuritishda joyiga tushgan. Mehmet Beşir Çanvağını naiti cho'nqur muhabbat bilan, hurmat bilan, astoydillik bilan yaratdim deb qarayman o'zim endi. Mush Muhammad Beşir Çanvağ romanidagi madaniyat aloydiligi, ya'ni moddiy folklor, adabiy san'at folkloriga oid taraf bilan mush romandagi til xasligi haqidagi qarashlaringizni konkretroq bir shayrlab baqan bo'lsangiz. Bir millatning madaniyat turinimizga vaqtda oldida uning moddiy folklori va g'ayri moddiy madaniyat meroslari mushlar orqali aks etadimdi. Mush narsa noiti uslub bilan kirishtirilgan. Shu asardagi yerlik puroq degan vaqtimizda bu asarda Qumul shirsi xosida noiti o'rinliq ishlatilgan. Nag'imchilarniki daplarni tasvirlagan bir yer bor. Daplar bir muqam tugicha chalgan keyin dap bo'shab ketadi ku. Qumuldan levermaq degan bir fe'l bor-da. Daplar leverab ketdi degan bayon berilgan. Attoning bayonidan. Ammo shu daplarning leverab ketgan mushu holati bo'shab ketmak yoki boshqa adabiy tildagi tangdoshlar bilan buni unda joyli ifodalagan bo'lmaydi. Faqat mush leverab ketdi, dapning leverab ketgan faqat dapil xos bir alayda bir hukm ustida so'z ustida ifodalangan. Ondan boshqa meni Sappaqning so'zi tilidan yoki boshqa qahramonlar tilidan berilgan Mehribonu Po'jongning tilidan berilgan maqol tamsillar, hikmatli so'zlar, bularning hammasi shu personajlarning xarakterini yuritishda joyiga tushgan. Romanda boshdan oxir men tafsirda ko'rib chiqdim. 66 qo'shiq she'r kirgizilgan. Ko'p qismi xalq qo'shig'i. Maqol tamsildan 150-160 maqol tamsil bor ekan. Albatta maqol tamsilini buni nimcha kirgizish mumkin edi. Bu yerda son bir narsani tushuntirib beramaydi. Lekin shu she'r qo'shiqlar, shu maqol tamsillar shu personajlarning obrazini, shu voqelikning taraqqiyotini, shu romandagi fikr izchilligini ifodalashda unumli. Yerli xalqligiga Bunun ichida bir misolni ko'rib chiqdim. Hozir ham Uyg'urlarda daryoda beliq ko'nglim, havoda bulut ko'nglim. Nima? Mana bir qo'shiq bor. Yaxshi yarni topganda yomonni unut ko'nglim. Buni Ayshamg'achimiz uzun yillik mashg'ulotlar to'plash xizmati bilan shug'ullangan deb o'tdi. Mush jarayonda o'zi mushniki aslisini bergan romanda. Masalan, havoda bulut ko'nglim, yoridan numut ko'nglim. Yar ketgudek hamda yorini unut ko'nglim. Buning qofiyami, vazn turaq hammasi noiti qiliq qo'shiq xos yoki aslisi mush ekan degan tuyg'u. Buniki bunimi Qumul xos ekanligi, qarang, yoridan numut ko'nglim, numut Qumul shirsi xos bir so'z. Demak bu bir butun 1 3 4-misrali qoidasiga kelgan o'lchamlik bir qo'shiq.
Mushlar misollar ait ko'p romanda. Shunga ma'lum bir rayonning yoki ma'lum bir davrning tarixini o'rganish uchun haqiqiy shu tarixni bilaman deyish uchun cho'qim tarix kitoblarini o'qish kerak. Demak, Qumulning 19-asrdagi tarixiy davrni, tarixiy oq ko'rinish, ijtimoiy muhitini, folklorini, madaniyatini tushunishda bu roman obdan bir qo'llanma, qo'ral. Lekin shu davrning ayni o'zi emas, ayni tarix emasda. Ayşemede Muhammed Beşir Çingwang romanidagi sizga eng ta'sirli bilinadigan, o'zingizni aytim muhabbat bilan g'albilik muvaffaq tasvirildi deb qaragan personajlar qaysi? Asosliq obraz personaj Muhammed Beşir Çingwang. Muhammed Beşir Çingwang'ni ko'rdigan holda andin vaqt taraqqiy qildirib, obrazlarni taraqqiy qildirib, yozib chiqdim. Eng muhimi Muhammed Beşir Çingwang. Bu Muhammed Beşir Çingwang'ni nayt cho'nqur muhabbat bilan, hurmat bilan, astoydillik bilan yaratdim deb qarayman o'zim hamda. Yana birisi Mehribonov. Mehribonov o'qigan, bilimlik, ham nayt kichigidan tortib tarbiya olgan, tarbiya ko'rgan bir xonim ekan. Orada kelgandan keyin Muhammed Beşir Çingwang'ga moslashib, Muhammed Beşir Çingwang'ga o'zinikini ayt oliy yaxshi tilaklarini, yaxshi taklif fikrlarini berib, yurtni so'rashda Muhammed Beşir Çingwang bilan moslashgan, xalqning g'amini yegan, yetim yesirlarning beshini silgan, keyin hilqi doyan shay yig'ilgidan keyin yurtga qaytib kelgandan keyin yurtni anjomga keltirish uchun nurg'ulgan ajr singdirgan. Bo'pmo gadaylasini ichib her ertesi 30 tonlar, 40 tonlar nan yaqtırıp, gadaylar taqıtıb berib, kim nerede kesel olsun davalatıb, iş qilib, Qumul xalqının beşini silab, yaqı yurtlarga qaçıp ketgan xalqlarning yurtga qaytib kelib, yani o'zining o'ylarini tepib verishiga yordam berib, yaxshi ishlagan. Bu xonimni yaxshi yaratdim deyman. Bunda qo'z gapimizning dalili sifatida Muhammed Beşir Çingwang romanining ba'zi tafsilotlarini o'qib ko'raylik. Chilliq uyg'un bir qadar mukammal yaratilgan obrazlar, personajlar desak bo'ladi deb qarayman. Xalq o'zining tarixini azaldan bizning adabiyot bilan giralashtirib o'rganib kelgan. Bunda qo'z gapimizning dalili sifatida Muhammed Beşir Çingwang romanining ba'zi tafsilotlarini o'qib ko'raylik. Muhammed Beşir Çingwang hujraga kirganda Mehribonov Puchung yanada ho'shini bilib bilmay yotadi. U tunugun g'ururi bilan ko'rishib uning nurg'un tasallisini olgan edi. Hozir Muhammed Beşir Çingwangning ovozini anglab, tushimmi o'g'immi degan xiyolni kallasini o'tkazdi-da, asta irg'inib o'rnidan turdi va Wangga hurmat bildirdi. Muhammed Beşir Çingwang Mehribonov Puchungni yeniga o'tirg'izib, "Xenim, o'zlarini undaqmi yo'qotib qo'ygan bormi? Men o'lsammi, o'zlar yashashlari kerak. O'zlarini tutib olsalar, mening uchun, butun yurt uchun o'zlarini tutib olsalar" deb turishiga ularning o'moq qizlari Gavhar xonim, Javhar xonimlar yetib kirdi. Ular bir-biridan o'moq, bir-biridan chiroyli edi. Ular kiribli dadasiga esinib yig'lab ketishdi. Yosh qizlarning marvoyatdagi yumran yuzlari yosh bilan jo'yildi. Tal-tal kirpiklar, tal-tal o'rilgan sochlar, qo'rqinch, hasrat, pig'ondan titrab turdi. Muhammed Beşir Çingwang bu o'moq qizlarning peshonalariga so'ydi. Ana shu chog'i uning yuragidagi issiq bir o'tliq eqim tomirlariga tarab, chidg'usiz faryodga aylandi. Lekin bu faryodni Wang hech kimga sezdirmay, ko'zni yumib yuragining cho'nqur qatlamiga yoshirdi. Shu holda xeli jimjit o'ltirgandan keyin ballarni chiqib ketishga buyurdi. Ballar chiqib ketgandan keyin Mehribonov Puchungga yana ta'kidlab dedi. Abdursak aka, sizmiş Muhammed Beşir Çingwang romaniningki tarixiy chilliqni gavdalantirish jihatdagi aloyligi ustida bir to'xtalib boqamiz. Endi buni buning tarixiy chilliq uyg'unmi deganda, bir romanning tarixiy chilliq uyg'unmi, uyg'un emasmi degan masalada uning bir qancha taraflari qarashda o'rtada. Shu davrni tahlil qilamiz. Masalan, 19-asrning boshlari yo o'ttirlargacha bo'lganmish Qumul diyorida bo'lgan ishlar, shu chog'dagi odamlarning gap so'zlari, urf odatlari, san'at, uning muqomlari, shu chog'dagi odamlarning kiyinishlari va boshqa nurg'un ijtimoiy faoliyatlari shu davrniki aloyidlik bo'ladi.
biz yaratgan shaxslar shu davrniki alayidligi bo'yicha so'zlaydi, harakat qiladi, faoliyat olib boradi. Şunun qarab xasligi ashuni ifodalaydi. Şunun qarab biz bu chin tarixchilik uyg'un personaj ekan, tarixchilik uyg'un obraz ekan deb qaraymiz. Endi buning ichida ba'zi obrazlarni avtor o'zi yaratgan obrazlar, lekin bularni tarixchilik uyg'un yaratish kerak. Shu davrda odamlar mushundoq so'zlaydi ekan, mushundoq yurdi ekan, mandaq qildi ekan deb kishilar shuning ishonsin. Shu chog'da bu tarixchilik uyg'un bo'ldi. Agar u hozirgi zamon odamidek so'zlab qo'ysak, hozirgi zamonda kishilardek yaratib qo'ysak, kishilar uni ishonmaydi. Bu tarixchilik uyg'un emas deb. Keyin buni o'qish jarayonida his qildik, haqiqatan nurg'un material bor ekan buningda. Shu davrga xos, biz shu davrda bir muncha odamlarni mush orqali bildik. Ulamo odamlar, mayli shu chog'dagi shoirlar bo'lsin, shu chog'dagi san'atkorlar bo'lsin, shu chog'dagi shu ijtimoiy turmushi, siyosiy qiyofati, mushlarning hammasi nayte reallikqa uyg'un holda aks ettirilgan. Shunglashqa buningda yaratilgan personajlarni, obrazlarni chinlik uyg'un, bir qadar mukammal yaratilgan obrazlar, personajlar desak bo'ladi deb qarayman. Bizning tarixiy asarlarimizga qaraydigan bo'lsak, masalan, eng qadimgi yozma yodgorligimiz Mangu toshlar o'z navbatida bir tarix, ham o'z navbatida bir adabiy asar. Keyingi tarixiy davrlarda maydonga kelgan tarixiy asarlardan Tarixi Rashidi bo'lsin, Tazkira Azizam bo'lsin, Tarix Aminiya, G'azot Darmik uchun qatorliqlarning hammasida ham adabiyot ham tarix birgalashib ketgan. Xalqimiz adabiyotning ustidan tarix o'rgangan, tarixni adabiy shaklda bayon qilgan. Yani bugungi kunda Muhammad Bisir Chingvon o'xshash shunday tarixiy romanlar ana shu Uyg'ur tarixi taraqqiyot davomidagi tazkira adabiyotining yangi davrdagi yangicha bir ifodasi. Shu nuqtadan izchillikni saqlagan. Ham bizniki madaniyat an'anamizga uyg'un kelgan. Shunga bizning xalqimiz tarix romanlarini hozir yaxshi ko'rdi. Shunga biz deb kelayotgan bu tarix roman qizg'inligi degan bu nima shunday qizg'inlik bo'ldi? Chunki xalq o'zining tarixini azaldan bu adabiyot bilan giralashtirib o'rganib kelgan. Adabiy asarlardan adabiy shu tarixiy temadagi asarlarni tazkira adabiyot nuqtasidan, ya'ni adabiyot nuqtasidan bayon qilib, shundan ham tarix o'rgangan, ham adabiy zavq olgan. Ammo bu yerda shuni qo'shimcha qilish kerak, hamda tarix bilan tarixiy roman ikki ufqimanda. Bo'libmi bugungi kunda tarix bu ham ilmiy hujjatlik, pokitlik, yilnoma yoki odam hamma o'rin, voqea hamma narsa to'liq hujjatlik bo'lishini talab qiladigan bir ayrim fan. Kitob ruhni nurlantiradi, qalbni poklaydi, jonni yashartiradi. Kishilik hayotning chin ma'nosini va rangdorligini oshirdi. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz mishat oxirlashdi. Yaxshi kitob hammamizga ro'y uzuq bo'lg'ay. Xayr xo'sh.